Xo'p, mana fakellarni ham yoniga qo'yib chiqaman. Ana bo'ldi, chiroyi ham tayyor bo'ldi. Endi qo'shnim yuziga tushadi. Mayli. Hammaga salom do'stlar. Manatim Kambod yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, bizani qishloqda chiroyli o'chib qoluvdi va mitti fakellar kuyib qoluvdi. O'shaning uchun men almashtiraman deb o'zim yangilarini qo'yib berdim. Endi hamma qishloq chiroy bo'lib turadi, yaxshi bo'lib. Nima bu? Tushunmadim. Nominchi bu qani ko'rlichi nima bu? Qishloqlar. Davay qishloqlar chiroyli bela. Davay qaq qo'yamiz. Kompaniya to'g'ri qaqqa qo'yishi buni. Nima bu qishloqlar nima bo'pti o'zi bo'pti? Nima olib kelyapsizlar bizning qishloqqa? Nima mashina, tillali mashina, laki bloklar, voy o tillalar. Kompaniya mana chiroyli kelib beramiz senga. Qaqqa tushiraman tushunmayman shu nimaligini. Bo'pti, men yoqqa tushiraylik, davay. Hamma qishloqlar men yoqqa tushiringlar. Oy, ana bo'ldi. Tushunmadim qishloqlar nima olib kelyapsizlar bu yoqqa? Voy, nominchi bu tillali. Kompaniya o'zimman bilgan nimaligini biz qishloqlar bilan o'rmonda shu topib oldik. Shu o'rmondan olib ko'tarib kelyapmiz shuni. Tushunarli, voy, rostdanmi? Mana qarang, narsalar bor ekan, hamma tilla ekan, hamma narsa tilla ekan bo'pti. Kompaniya sen bu nimani o'ylaysan o'zi? Bilaman, qishloq bu axir tilla-ku, hamma biladi buni. Qimmat narsa bu kompaniya. Voy, tilla albatta qimmat narsa. Mana kavol nima ekan tillali. Voy, qanaqadir mukofot bor ekan, mana bunaqa borlig'i bor ekan, qishloqlar qayerdan buni olib kelyapsizlar? Qanaqa o'rmondan bunaqa narsa yo'q-ku? Bilmadim, kompaniya qanaqadir piramida bor ekanda, o'sha qasrmi tillali, o'shaning ichida turgan ekan. Avvalda qishloqlar bilan xohlasangiz sen ham ko'rib chiqamiz, xattanini ko'rsatamiz. Ichi borib kelamiz yer yoqqa. Bo'ldi, sal keyinroq borib ko'ramiz. Bo'lmasam, qishloqlar lekin unaqa toppagandan to'xtanglar. Qopqon emasmi shunaqa? Qopqon emasmi o'zi shunaqa? Yo'q, kompaniya qopqonga o'xshamayapti, chunki oldik kelmas qopqon buni. Balkim laki blok ichida qopqon bordir, tushunmadim. Qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Bunaqa mashina qani haydab ko'ruvchi ishi ochilar ekan. Davay, kompaniya haydab ko'rasan qanaqaligini. Bo'pti, haydab ko'raman, davay, yopamiz. Do'stlar, tillali mashinani birinchi marta haydab, ay urib oldim. Davay, hoppa, ay davay, yur. Do'stlar, bo'lmayapti, davay bo'l. Davay, tutun bo'lib ketdi, mashina tushib mana bo'pti. Mana tutun bo'lib ketdi hamma mashina. Tillali mashina haydash menga emas ekan, chunki bu juda ham og'ir bo'lgani uchun juda ham haydash qiyin. Yo'q. Nima qilganing bu yo'q bordingmi? Mayli, hozir tuzatib qo'yamiz. Mana tillali olib kelgan tillali qishloqlar hammasini tuzatib qo'yamiz. Bu domlarni yangi 100 tasini olib kela olamiz. Shu yoqqa degan kompaniya. Albatta shunaqa. Men tillarni qaranglar, laki bloklar bor ekan. Haqiqiy tilla bo'lsa, men qaranglar ko'pligini. Tilla juda ham qimmat turadi. Qishloqlar bilsanglar, bunaqa mashinadan 100 tasini ola olamiz. Mayli, tutab ketdi. Laki bloklar ochib ko'raylik. Men mashinani qaranglar, juda ham og'ir ekanda. Qanchadir tonna bo'lsa kerak, shuning uchun haydash juda ham qiyin. Men haydash bilmayman. Xullas, bo'pti, laki blok ochib ko'ramizmi? Nima kompaniya? Nima? Oltinli bronya tushdi-yu menga. Yomon narsa tushadi deb o'ylasam, kompaniya endi bo'lsa hech qanaqa qopqon yo'q deb. Lekin qopqonga o'xshatdi. Yamini ochib ko'rgan. Bo'pti, mana kompaniya ochib ketdi. Nima bu? Oddiy narsa bu, qishloqqa hech nima bo'lmaydi, hozir ketib qoladi. Ana bo'ldi, hech narsa bo'lmaydigan narsa. Davay, bo'lmasa yana ochib ko'ramiz, lekin yomon qopqonga o'xshatdi bu. Mayli, yaxshi narsa shu. Nima? Kompaniya chetroga o't. Bilaman, men ham chetroga o'tchi bu qopqonga oxir. Qayin nima bo'larkan? Mayli, buni otib ko'ramiz. Ana bo'ldi. Bu qopqon emas ekan. Tushunarli. Kompaniya hozir o'ylagan narsa bo'ladimi? Hozir portlab ketishi mumkin, chunki bunaqa narsalar portlab ketardi o'zi. Xo'p, davay cho'miz yana laki bloklar ochib ko'ramiz yoki u yoqqa borib ko'ramizmi? Kompaniya xohlasan yur ko'rsatamiz u yoqqa borishi, o'sha qasrmi, piramidami? Nima bu laki blok ochaman desam, mayli, hozir almasi yuzimizni topaman. Tajribali topdim, mana bunaqa narsalar topdim. Davay, damlamalar, davay, yaxshi. Kompaniya qo'ylar to'ldirib yubording, rang-barangli qo'y bilan bizlar qishloqda. Mayli endi. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak.
Mayli, mana omadsiz davlar bilan tashavoramiz. Davay. Mamuni qaraylik. Yaxshi hamga tashavordim mana. Bo'ldi, mana hozir brenya bor, o'sha brenyani alishtirib yuboraman. Xo'p, mana bunaqa temirli brenya bor ekan, manda mana bunaqa oltinlikni olib tashlaymiz, bunaqa kiyib olamiz. Mana yerda hozir shton bo'lish kerak. Mana shtonim bor. Ana kiyib oldim. Ana bo'ldi. Lucky bloklarni sinamiz. To'xtanglar, bu yerda hamma tillali narsa-yu. Sizlar aytdinglarki, tillali piramida qasrni olib kelaman deydilarmi? Ha, kapot tillali piramida bu qayoqda qasrdan olib keldinglar? Bo'lmasam borib ko'raylik, o'sha yoqqa uzoq emasmi ish qilib yurish. Yo'q, kapot unchalik uzoq emas, lekin xohlasa yur borib ko'ramiz, so'rab ko'rsatga otishanga. Bo'pti, hozir tayinlab olaylik, keyin sizlar bilan boramiz. Do'stlar, hozir qanaqadir qasrgami, piramidagami boramiz. Qishloqqa yetayotganda o'sha mashina, Lucky bloklar, topib olgan tillalar shuncha. Bo'pti, kerakli narsalar olamiz. O'zim ham bunaqa tillali temirli shlim kiyib olamiz. O'zim bilan qilich olamiz. Bo'pti do'stlar, biz ketdik. Shu yoqqa borganimizda aloqaga chiqaman. Siqilib ketdim men yurib, naman chiqishloq qo'la shuni yana yaqin deysizlarmi? Kapot unchalik uzoq emas-ku. Qanaqa qilib o'zi shuncha shu yerdan, mamni qaranglar, qanaqa qilib shu yerdan o'zi mashina olib keldinglar, tillalar juda ham og'ir-ku axir. Bilmadim, kapot, prosta boshimizga yonsa olib keldi, uncha qiyin bo'lmadi lekin. Yaxshi kuchli ekansizlar, bo'lmasa yonlarini ko'rib chiqish, yonlarida nima bor ekan? Yo'q, kapot, o'ta eshitmay biz ko'rib chiqdik o'sha hammasiga yarimizni. Tushunarli. Qizig'i ichkardi kapot. Eng qizig'i ichkardi. Bu yerda hech narsa yo'q axir. Bo'ldi, biz olib ketdik-ku tillali mashinalarni, Lucky bloklarni olib ketdik-ku, bashta turuvni olib ketdik, bo'ldi. Qishloqlar, lekin qanaqadir tilla topib olish unaqa mumkin emas. Qishloq qilib unaqa qopqon bo'ladi, o'zi bu yerda unaqa narsalarda. Qanaqa qopqon, kapot, qopqon yo'q bo'ldi, bunaqa qopqon topmadik-ku biz, bo'ldi, oldik ketdik. Tushunarli, lekin baribir ko'nglim g'ashti bo'lmayapti-da qishloqlar. Mayli bo'lmasam, yaxshi bo'lmasam topib olgan bo'lsanglar, shuncha tilla endi shunchaga sotamiz. Shuncha, lekin yomon ham qopqonga o'xshayapti. Shunaqa deb o'yla. Nima? Qishloqlar, kapot, qo'rtasan. Qishloqlar, men tushib ketdim qaqadir. Qutqaringlar meni. Qat bu. Qishloqlar, qutqaringlar meni. Kapot, hozir qutqarib qo'yamiz, hozir. Bo'ldi, tezroq qutqaringlar, bo'lmasam qo'rqib kelib qoldim-man. Voy, nima bu? Lavametda, nima metda Lucky bloklar bor ekan, bitta-bittadan turgan ekan. Nima metda balkim eshikdan chiqarman, davay. Eshikdan chiqolmayman. Nima deb yozilgan? Bu eng omadsiz Lucky bloklar. Agar shu eng omadsiz Lucky bloklarni oxirigacha otsang, eshik ochiladi. Nima? Eng omadsiz Lucky bloklar. Shu eng omadsiz Lucky bloklarni ochsam eshik ochilar ekan do'stlar, lekin eng omadsiz Lucky bloklar. Mayli qishloqlar, qishloqlar nima bo'lyapti? Qutqaringlar. Kapot, ishda bo'lmayapti, ishda qilolmayapmiz biz. Orqaga narsalar yo'q, crafting qilishga. Bo'lmasam qutqaringlar meni, iltimos, buni ham qanaqadir qilib. Bilmasam, kapot, hozir qishloqqa borib kelamiz, dehshatdan orqa olib kelamiz. 4 soat ketadi, kapot, turgan, sabr qilib turgan. Nima 4 soat? Mayli, 4 soat bo'lsa 4 soatda. Bundan voqili kelish olmaydi, yo'q qishloqlar, nima qilaman endi? Shu Lucky bloklarni sindirishga to'g'ri keladi endi o'sha yerdan chiqish uchun. Mayli, bo'lmasam boshlaymiz. Birinchi Lucky blok sindirib ko'raman, sindirmasam bo'lmaydi. Eng omadsiz Lucky blok bo'lsa ham. Davay, 1 2 3. Chinchi, davay. Bu omadsiz bo'lib qoldi-yu. Mamuni qaranglar, hamyon chinchi bo'lib ketdi. Lavani bu yerda ham iski tortdi o'sha do'stlar. Yaxshi, mana bu yerda suv bor. Endi qayerqa keyingi Lucky blok qanaqa boraman? Keyingi Lucky blokka boraman. Qanaqa sindiraman uni? Nima qilsam bo'larkin? Mana bu yerda yer bor. Yes, davay. Yerdan kirib olaman, men yer qazib o'sha yoqqacha borib olaman. Davay, yer qaziyman. Ana bo'ldi, yer qazib oldim. 1 2 3 4 5 6 ana bo'ldi. Yetib keldim. Endi bundan kirib olaman. Bu Lucky blokka ana qilaman. Chinchi chiqmasin, endi uchib ketaman. O'shani chinchi ekan. Bo'ldi, qulab tushmadim pastga, lavaga juda ham yaxshi. Keyingisini ochamiz. Buni qaranglar, nima bu chaqmoq chaqdimi tepaga? Mayli, tezroq faslni ochib tashlaymiz. Keyingi Lucky blok. Yaxshi, omadim kelib qoldi, lekin unaqa yomon narsa emas. Yaxshi ishni portlagani ham yo'q, mayli, kerak emas narsa, baribir portlamadi hech narsa. Yaxshi, omadsizlik emas ekan. Davay. Nima bo'ldi? Bu ham omadsizlik emas ekan. Yaxshi, davay.
Nima? Almasni branga? O, ishtomlashim. Namuncha zo'r omadim kelyapti. Juda ham zo'r. Ana bo'ldi. Endi do'stlar, oxirgi lucky blockam qoldi. Buni sindirsam endi eshik ochilar ekan. Davay. Nima? Do'stlar, mana o'tdim. Mana eshik ochildi. Mana qaranglar, eshik ochilyapti. Yaxshi, Mametga turmagan ekanman. Temir boshimga tushib ketardi. Davay, yes, qishloqlar bo'ldi. Kerak emas, urush ketgandir ular. Davay, bo'ldi. Ura, mana chiqdim men do'stlar. Namuncha xursandman, bo'ldi. Mametdan chiqib qoldim. Tillali oltinli qasrdan ana aytuvdim-ku men qishloqlarga axir qopqonga o'xshayapti. Ko'nglim g'ash yotuvdim. Avval ishonmayapti-da. Bo'pti, ular qishloqqa ketgandir. Men ham kesligisan ketaman, yugurib yetib olaman. Bo'pti do'stlar, mana qishloqlar qanaqadir o'rmondan qasr topib olishdi. Like bosish, obuna bo'lish, esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat.